Ikkinchi sababdan reyestrga tushganlar bu qarzdorlar. Ko'planim aytaylik, registratsiya продлениеga pul to'lamaganlar ko'p. Ular ham tushib qolgan sirada reyestrga. Hozir bilasizlar, xabarlaring bor, registratsiya продление qilsangiz gosusluga orqali 500 rubl, 1000 rubl to'lovlari bor. O'sha to'lovlarni qilmaganlar ham avtomatik reyestrga tushadi. Uchinchi sababi reyestrga tushishi bu registratsiyani noto'g'ri joyga ko'rsatib, Aminada. Yashayotgan joyingiz boshqa joy bo'lsa, programma tekshiradi reyestrni, endi Aminanida kim qayerda dam olyapti, kim qayerga o'zini ko'rsatdi-yu, место сна и отдыха degan joy bor. Kim qayerda Aminada registratsiyasini ko'rsatdi-yu, 2 kundan burun boshqa joyda fakticheski telefonida bilib turibdi geolokatsiyasi. Fakticheski 2 kun boshqa joyda nочевать qilsa ham avtomatim programma reyestrga tashab qo'yibdi ekan. Endi bilmadim, bunaqa ketishda reyestr qanchalik to'lib ketadi. Juda ham ko'p to'lib ketadi. Reyestrga tushganlar keyinchalik dokumentini legalni to'g'rilay oladimi? 2025-yil may oyigacha reyestrdan chiqish oson edi. 2025 maydan keyin buyog'iga reyestrdan chiqishi umuman iloji yo'q, prakticheski. Faqat bitta yo'li bor. Aytaymi qaysi? Точно aytaveray. Sizdan bitta like и kommentariy. Keyin men sizga aytaman.